Hozirgi videoda men sizlarga ona tili adabiyot fani bo'yicha asosiy blok o'quvchilari majburiychilardan ustun bo'la oladigan, ya'ni savollardan birini ko'rsataman. Aynan siz shu savolni ishlasangiz majburiychilardan bir bosh ustun bo'lasiz. Diqqat bilan videoni kuzating. Mana diqqat qaratasiz. Berilgan parchaning morfemik tahliliga oid hukmlarning nechtasi to'g'ri deyilyapti savolda. Xo'p, majburiy o'quvchilar morfemik tahlil degan narsani tushunishiga men ishonmayman. Chunki ular 20 kun yoki 1 oy davomida tayyorgarlik ko'rib, morfemik tahlilga urg'u bera olmaydi. Asosiy blokchilar biladi buni. Morfemik tahlil bu demak qo'shimchalar bilan bog'liq jihat. Xo'p, so'zning ma'noli qismi bilan bog'liq jihat. Endi bunday tipdagi savollarni ishlashda avval qo'shimchalarni belgilab olamiz. Masalan, tengdoshlarning so'zi bo'lsa, teng asos, doshlar, i hamda ning. Pulinida i hamda ni, shilibda ip va hokazo qo'shimchalar mana shunaqa tartibda belgilab chiqiladi. Imtihon jarayonida albatta. Endi birinchi ta'rifni o'qiymiz, marhamat. Ko'makchi bilan ma'nodosh bo'la oladigan sintaktik va lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalar mavjud deyilyapti. Endi biz bu yerda urg'u berishimiz kerak. Birinchisi sintaktik, ikkinchisi lug'aviy shakl yasovchi deyilyapti, qarang. Va u ko'makchi bilan ma'nodosh bo'la olish kerak, ko'makchi bilan. Endi bizda masalan deylik mana 3-qatorga qarang, mana o'zidek, dek qo'shimchasi, o'xshatish qo'shimchasi bo'lib lug'aviy, o'zidek, o'zi kabi. Demak, mana lug'aviy qo'shimcha bu yerda ko'makchi bilan ma'nodosh bo'la oladi. O'zidek, o'zi kabi. Endi o'qishga deganda ga sintaktik qo'shimcha kelishki bo'lgani uchun va o'qish uchun imkoni yetmaydigan. Demak, gani uchun bilan almashtirish mumkin, kelishni ko'makchi bilan. Demak, sintaktik va lug'aviy shakl yasovchilarni ko'makchilar bilan almashtirish mumkin bo'lyapti. Birinchi ta'rif nima ekan? To'ppa-to'g'ri. Ikkinchi ta'rif yordamchi fe'l bilan almasha oladigan so'z yasovchi qo'shimcha deyapti. Endi mana bu yerda yordamchi fe'l bu yerda qaysi? Yordam bermoq degan fe'l bo'ladigan bo'lsa, bu yerda mana e'tibor berasizlar. Yordam bermoq fe'li bu qo'shma fe'l. Va bu yerda yordam yetakchi fe'l, bermoq bu yerda o'sha yordamchi fe'l vazifasini bajaryapti. Asosiy fe'lga yordamchi fe'l bo'lib turibdi bu. Yordam bermoq. Va aynan yordam bermoq ma'nosidagi shakldagi so'zni lash degan qo'shimchaga almashtiramiz. Yordam bermoq, yordam lash. Demak, yordamchi fe'lning o'rniga so'z yasovchi qo'shish mumkin va ikkinchi ta'rif yordamchi fe'l bilan almasha oladigan so'z yasovchi qo'shimcha qatnashgan deyapti-ku. Bu yerda so'z yasovchi qo'shimcha qatnashgan deyilyapti. Demak, qarang. Bu yerda so'z yasovchi qo'shimcha qatnashmayapti. Aksincha, so'z yasovchi qo'shimcha bilan almasha oladigan yordamchi fe'l qatnashyapti. Demak, ikkinchi ta'rif xato bo'ladi. Ikkinchi ta'rif xato. Xo'p, uchinchi ta'rif bir turkumdan hosil qilingan sodda yasama so'zlar ishtirok etgan deyapti. Masalan, teng degan so'zning turkumi sifat. Tengdosh, endi bu ot yasalyapti. Boy degan so'zning turkumi sifat, boyi bu fe'l yasalyapti. Demak, ikkalasi ham sifat, bir turkumdan hosil qilingan sodda yasama so'zlar bor. Uchinchi ta'rif to'g'ri. 4. So'z yasovchi qo'shimcha bilan almasha oladigan yordamchi fe'l mavjud deyapti. Qarang. So'z yasovchi qo'shimcha bilan almasha oladigan yordamchi fe'l. Bu yerda mana aynan lash degan qo'shimcha bilan almasha oladigan bermoq degan fe'l bor. Ya'ni yordam bermoq, yordam lash. Aynan bu ta'rif to'g'ri. Demak, xo'p, 4-ta'rif to'g'ri. 5. Asos lug'aviy va lug'aviy shakl yasovchi tartibidagi ikkita so'z deyapti. Bu yerda asos lug'aviy tartibidagi so'zlar soni bitta ekan. Bu qaysi so'z deydigan bo'lsak, mana yet asos, ma lug'aviy, yedigan sifatdosh. Bu ham lug'aviy. Ma bo'lishsizlik shakli bo'lgani uchun lug'aviy, yedigan sifatdosh bo'lgani uchun lug'aviy. Demak, asos ikkita lug'aviy kelgan so'z bu yerda bitta bo'lib va 5-ta'rif ham xato. Ana endi bu yerda to'g'ri hukmlar 1 to'g'ri, 3 to'g'ri, 4 to'g'ri. Xatolari 2 va 5 xato. Demak, 3 ta to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, 3 tasi to'g'ri degan javob C javobda aks etgan. Bu testimizda mana shunaqa D javob deb belgilab ketilgan dastlab avval. Aynan video davomida ko'rdingiz. Ikkinchi ta'rif xato aslida. Mana bu ikkinchi ta'rif yordamchi fe'l bilan almasha oladigan so'z yasovchi qo'shimcha qatnashgan deyapti. Bu yerda yordamchi fe'l bilan almasha oladigan so'z yasovchi qatnashmagan. Aksincha, so'z yasovchi bilan almasha oladigan yordamchi fe'l qatnashgan. Shuning uchun mana 4-ta'rif to'g'ri, 2 xato. 4 bilan 2 bir-biriga teskari bo'lib qolgan. Xuddi shu tartibdagi, ya'ni mana shu tartibdagi xo'p, sof grammatikaga asoslangan va majburiy fan o'quvchilari 1 hafta, 2 hafta yoki 1 oy davomida o'qib bu savollarning tagiga, mag'ziga, mohiyatiga yetib bora olmaydigan savollar milliy sertifikat imtihonida sizga katta ball beradi Rashk modulida. Chunki ular albatta xato qilishadi. Ular taxminan bo'lsa ham to'g'ri qilish mumkin, lekin ishlay olishmaydi. Siz asosiy blok o'quvchilari, ustozlar, talabalar mana shu tipdagi savollarni ishlang va
AA+ sertifikatlarini o'zingizga anchagina naqd qilib qo'ying. Ya'ni sizni majburiychilardan bir bosh ustun qiladigan savol mana shu bo'ladi. Va bu videoni asosiy blokdan tayyorgarlik ko'rayotgan, AA+ istayotgan yaqiningizga, tanishingizga yuborib qo'yishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'ling. Shu va shu kabi qiyin savollarni, demak, tabiiy va sodda usulda ishlash yo'llarini sizlar uchun uzatib boraman.